Dunyo statistikasi bo'yicha har 3 tadan 2 ta bolada bronxial astma tashxisini qo'yish 3-4 yilga kechikmoqda. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan bolalarda bronxial astma kasalligini kechuvi haqida gaplashmoqchiman. Qadim zamonlardan beri fanga ma'lum bo'lgan bronxial astma hozirgi kungacha ham sog'liqni saqlash tizimi uchun juda katta muammoligicha qolmoqda. Kasallik simptomlarini turlichaligi kasallikka to'g'ri tashxis qo'yish kechikishiga sabab bo'lmoqda. Dunyo statistikasi bo'yicha har 3 tadan 2 ta bolada bronxial astma tashxisini qo'yish 3-4 yilga kechikmoqda. Bu holat o'z navbatida bronxial astmaning og'ir shakllari kelib chiqishiga va og'ir asoratlar paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Bronxial astma nima? Bronxial astma bu heterogen kasallik bo'lib, odatda nafas yo'llarida surunkali yallig'lanish bilan bronxlar devorining ta'sirchanligi oshishi va yo'tal, hushtaksimon nafas va nafas qisish xurujlari bilan kechuvchi surunkali kasallikdir. Hozirgi vaqtda dunyo bo'yicha 304 million atrofida bronxial astma kasalligi bilan og'rigan bemorlar ro'yxatga olingan. Shulardan 14% 15 yoshgacha bo'lgan bolalar tashkil qiladi. Bronxial astma kasalligining tasniflanishi quyidagicha. Etiologiyasi bo'yicha allergik va allergik bo'lmagan bronxial astma. Bolalarda 90% dan oshiq holatda allergik bronxial astma uchraydi. Og'irligiga qarab yengil, o'rta og'ir va og'ir turdagi bronxial astma. Kechuviga qarab intermittiv va persistik bronxial astma. Nazorat qilinishiga qarab nazoratli, yaxshi nazoratli, qisman nazoratli va nazoratsiz bronxial astmalarga bo'linadi. Endi keltirib chiqaruvchi omillar haqida to'xtalamiz. Birinchi o'rinda o'z navbatda genetik moyillik turadi. Bundan tashqari, bolalardagi semirish, kesar kesish amaliyoti bilan tug'ilgan bolalar, bronx o'pka displaziyasi, birlamchi immun tanqis holatlar, vitamin D va E larni yetishmovchiligi, gastroezofageal refluks kasalligi, daraxt changlari, zamburug'lar, uy changlari, uy hayvonlarining yungi, mikoplazma pnevmoniya, xlamidiyya pnevmoniya va boshqa virusli infeksiyalar. Bola hayotining birinchi yilida parasetamol va antibiotiklarni ko'p miqdorda qo'llash. Vaksinalar. Kasallikning rivojlanish mexanizmi quyidagicha. Kasallik rivojlanish mexanizmiga qarab allergik bronxial astma, virusli bronxial astma, fizik yuklama bilan bog'liq bo'lgan bronxial astma, psixogen bronxial astma, semizlik bilan bog'liq bo'lgan bronxial astma, aspirinli bronxial astma, allergik bronx o'pka displaziyasi. Allergik bronxial astma mexanizmida ma'lum bir allergenga nisbatan maxsus immunoglobulin E sintezlanadi. Natijada bronxlarda ezinofil ishtirokida surunkali yallig'lanish rivojlanadi. Virusli bronxial astmada esa viruslar ta'sirida maxsus immunoglobulin E ishlab chiqarilishining ortishi va T helper 2 tip hujayralar ta'sirida interleykin 4 va interleykin 5 larni ko'plab ishlab chiqarilishi yuzaga keladi. Semizlik tufayli paydo bo'ladigan bronxial astmada T helper 1-tip va T helper 12-tip hujayralarda faollashuvi yuzaga keladi. Natijada nafas yo'llarida surunkali neytrofilli yallig'lanish yuzaga keladi. Bu turdagi bronxial astmalar ingalyatsion glukokortikosteroidlarga nisbatan chidamli bo'lib hisoblanadi va ushbu preparatlar yaxshi natija bermaydi. Bunday bemorlarda boshqa turdagi bronxial astma bilan og'rigan bolalarga nisbatan asoratlar va og'ir shakllarning uchrashi 5 barobar ko'p uchraydi. Aspiringa bog'liq bronxial astmada esa aspirin va shunga o'xshash nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar qabul qilingandan so'ng bronxospazmlar yuzaga keladi. Sababi arachidon kislotani metabolizm buzilganligi sababli ko'p miqdorda bronxlar devorini toraytiruvchi leykotrinlar ishlab chiqariladi. Yuqoridagi omillar ta'sirida bronxlar devorida surunkali yallig'lanish bilan bog'liq bo'lgan infiltrat shakllanadi. Bronx shilliq qavati o'zidan ko'p miqdorda shilliq ishlab chiqaradi va bronx muskul qavatida spazmlar, torayishlar yuzaga keladi. Endi kasallikning klinik ko'rinishi haqida. Bronxial astma kasalligining avj olish va remissiya davrlari bor. Avj olish davrida ko'plab simptomlar kabi xurujlar kuzatiladi. Xurujlar 3 ta bosqichga bo'linadi. Birinchisi xuruj oldi bosqichi, ya'ni ogohlantiruvchi davr. Ikkinchisi nafas qisish xuruj davri. Uchinchisi xurujni qayta rivojlanish davri. Ogohlantiruvchi davr. Bu davrda bir qancha bolalarda
allergik rinit, allergik konjunktivit belgilari paydo bo'la boshlaydi. Bolani burni bitadi, oqadi, ko'zi qizaradi, ko'zidan yosh oqadi, ko'p aksa uradi, kayfiyati o'zgaradi, injiq bo'lib qoladi. Keyinchalik xurujsimon yo'tal va ko'krak qafasida og'riqlar kuzatila boshlaydi. Katta yoshdagi bolalarda esa xurujlar ogohlantiruvchi davrsiz ham boshlanishi mumkin. Ya'ni bola sog'lom vaqtda to'satdan xurujlar boshlanadi. Nafas qisishi, ya'ni xuruj davri. Bu davrda nafas yetishmasligi va hansirash kuzatiladi. Bu davr bir necha minutdan bir necha kungacha davom etishi mumkin. Xurujlar yengil darajadan tortib, og'ir holatlargacha bo'lishi mumkin. Nafas soni va yurak urish soni ortadi. Qon bosimi tushishi mumkin. Nafas chiqarish vaqti uzayadi. Hushtaksimon xriplar, nafas chiqarish qiyinlashuvi kuzatiladi. Ba'zan nafas olish qiyinlashuvi ham yuzaga kelishi mumkin. Yosh bolalar bezovtalanadi, injiqlik qiladi va ota-onasiga yopishadi. Katta yoshdagi bolalar esa xuruj davrida o'tirib oladi, tanani qulay holatga keltirishga harakat qiladi. Nafas olishda yordamchi mushaklar ishtiroki kuzatiladi. Og'ir xurujlarda bo'yin venalari bo'rtadi. O'pka auskultatsiyasida hushtaksimon nafas va uning fonida quruq va nam xirillashlar eshitilishi mumkin. Og'ir holatlarda o'pkada susaygan nafas yoki umuman nafas eshitilmasligi mumkin. Bu o'lik o'pka simptomi deyiladi. Ba'zan esa xriplar, hushtaksimon nafaslar bemor yo'taltirib ko'rilgandan keyin boshlanadi. Xurujni qayta rivojlanish bosqichi. Bu davrda nafas qisish xuruji bartaraf etilgach, bemor umumiy ahvoli asta-sekin yaxshilana boradi. Yo'tal paydo bo'ladi. Yo'talganda shaffof, rangsiz balg'am ko'chadi. Ba'zan yo'tal sarg'ish yoki yashil rangda bo'lishi mumkin. Bu bakterial infeksiya bilan bog'liq bo'lmasligi ham mumkin. Xurujdan keyingi davrda holsizlik, uyquchanlik kuzatiladi. Auskultativ o'zgarishlar esa 1-2 hafta davomida yo'qola boshlaydi. Remissiya davri. Bu davrda ko'rilganda o'pka bilan bog'liq simptomlar ko'rilmaydi. Bemorlar ko'pincha sog'lomga o'xshaydi. Kasallikning og'ir kechuvlarida esa remissiya davrida bemorlarda fizik yuklamadan so'ng hansirashlar kuzatilishi mumkin. Tashxislash quyidagi holatlarga asoslanadi. Xirillash, nafas qisishi va yo'tal kabi simptomlarni tunda yoki erta tongda paydo bo'lishi, allergen, sovuq havo, fizik yuklamadan so'ng paydo bo'lishi, aspirin yoki beta-blokatorlar qabul qilgandan keyin paydo bo'lishi, bemorda boshqa shakldagi allergik kasalliklar borligi, oila a'zolarida bronxial astma yoki boshqa turdagi allergik kasalliklarni borligi, o'pka auskultativ eshitilganda o'pkada taqoq, hushtaksimon nafas borligi, spirometriyada obstruktiv o'zgarishlar borligi, qonda ezinofillar miqdori balandligi. Praktal kriteriylari 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda bronxial astma kasalligini tashxislash uchun ishlatiladi. Ular quyidagilar: bronxial obstruksiya, boshqa turdagi allergik holatlarning borligi, ko'krak yoshidagi bolalarda ovqat allergiyalariga, erta bolalik davrida esa ingalyatsion allergiyalarga nisbatan maxsus immunoglobulin Y baland bo'lishi. 3 yoshgacha bo'lgan bolalarda ingalyatsion allergiyalarga nisbatan yuqori dozada maxsus immunoglobulin Y borligi, ota-onalardan birida bronxial astma borligi. Praktal kriteriylari 6 yoshgacha bo'lgan spirometriya tekshiruv o'tkazib bo'lmaydigan bolalarda bronxial astma kasalligini tashxislash uchun ishlatiladi. Solishtirma diagnostikasi quyidagi kasalliklar bilan o'tkaziladi: postnazal drip sindromi, bronxoektaziyalar, tug'ma yurak nuqsonlari, birlamchi siliar diskineziyasi, mukovitsidoz, ovoz bo'ylami disfunksiyasi, nafas yo'llarida yod jism, o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi, o'pkani boshqa parenximatoz kasalliklari. Davosi haqida gaplashamiz. Davosi: bronxial astma davosida ishlatiladigan preparatlar 3 ta kategoriyaga bo'linadi. Birinchisi, simptomlarni kontrol qilib turuvchi dorilar. Bularga ingalyatsion glukokortikosteroidlar, leykotrienga qarshi preparatlar, ingalyatsion glukokortikosteroidlar va bronxolitiklarni qo'shma kombinatsiyalari kiradi. Ikkinchi guruhga xurujlarni bartaraf etuvchi preparatlar kiradi. Bularga qisqa va uzoq ta'sir qiluvchi beta-2 agonistlari, M-xolinolitiklar va metil-ksantin unumlari kiradi. Uchinchi guruhga qo'shimcha dori vositalari kiradi. Bu preparatlar bronxial astma kasalligi simptomlari turg'un kechganda ishlatiladi. Shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, bolalarda bronxial astmani davolashda bolani oshqozon ichak funksiyasi bilan bog'liq muammolar bor yo'qligiga, agar oshqozon ichak kasalligi bilan bog'liq muammolari bo'lsa,
ularda ham davolash bronxial astma ustidan nazoratga erishishga yaxshi yordam beradi. Profilaktikasi: homiladorlik va 1 yoshgacha bo'lgan davrda tutundan ehtiyot qilish. Tabiiy tug'ruq: kesar kesish amaliyoti bilan tug'ilgan bolalarda bronxial astma va allergik kasalliklar ortadi. Kesar kesish amaliyoti bilan tug'ilgan bolalarda bronxial astma va allergik kasalliklar xavfi baland bo'ladi. Homiladorlar, emizikli bolalar va kichik yoshli bolalar ratsionidan konservantlar, ta'm beruvchilar, rang beruvchilar va yarim tayyor mahsulotlarni, ko'plab shirinliklarni qat'iy cheklash. Bolani ona suti bilan uzoq muddat emizish. Parasetamol va antibiotiklarni 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda imkon qadar qo'llamaslik. Homiladorlik vaqtida va tug'ruqdan keyin ona va bolada vitamin D profilaktikasini o'tkazish. Homiladorlikni oxirgi 3 oyida omega 3 preparatlarini qo'llash. Allergenlar bilan kontaktlarni oldini olish. Parhezga qat'iy amal qilish. Davolovchi badan tarbiya kurslari, virusli kasalliklar profilaktikasi. Keling, farzandlarimizni bronxial astma kabi og'ir kasalliklarga chalinmasligi uchun birgalikda kurashaylik. Savollarni izohlarda qoldiring. Sog' bo'ling.